Biz bu dunyoga guvoh bo'lish uchun keldik. Biz imtihon diyoridamiz. Tush olamidamiz. Tushingizda nimaga ega bo'lsangiz ham, hatto butun dunyo sizniki bo'lsa ham uyg'onganingizda g'oyib bo'ladi. Chunki aslida hech narsa sizniki emas. Bu imtihondagi savollar ham, javoblar ham bizniki emas. U holda bizni dunyoga qattiq bog'lab qo'ygan narsa nima? Qaniydi hozir bir shingil uzum bo'lsa, maza qilib yer edik. Qanday maza bo'lar edi? Darvishlarning ko'zlari birdaniga moshdek ochildi. Axir qish fasli bo'lsa, dala-dasht, tog'u, qir, qor bilan qoplangan, uzum pishadigan mavsum allaqachon o'tib ketgan bo'lsa. Yigirmanchi qism boshlandi. Ba'zilarning ko'nglida Mahmudga nisbatan hasad paydo bo'ldi. Qo'ykanalik qilib ichlari yonib ketdi. Chekka-chekkada yig'ilib olib, bir-biri bilan pichirlashib Mahmudning g'iybatini qiladigan bo'lishdi. Unga qilayotgan hasadlarini ochiqdan ochiq tilga oladigan bo'lishdi. To'g'ri, ba'zida menga quloq solmadi, lekin baribir tuzoqqa tushganlar anchagina edi. Ana o'sha tuzog'imga ilinganlarning o'zi menga yetadi. Bir kuni kechqurun barcha darvishlar xonaqohning masjidida to'planib, Uftodaning og'zidan chiqadigan bir juft kalomni intiqlik bilan kutib o'tirishgan edi. Qish payti. Bursa qorlar bilan burkangan. Osmondan oppoq qor uchqunlab turibdi. Darvishlar xonaqohning kichkina oynasidan tashqariga qarab o'tirishibdi. Qorni ko'rib hammaning ichiga sovuq yugurdi. Bir burchakda o'choq yonyapti. Atrofida moychiroqlar nur taratadi. Uzun qish kechasida darvishlar vaqtini xayru savob bilan o'tkazish uchun cho'kkalagancha kutib o'tirishibdi. Uftoda haftada bir necha kun darvishlarni to'plab suhbatlar qiladi. Zikr qilish, suhbatlashish qanchalik lazzatli ekanini, qalblar uchun xotirjamlik, huzur ekanini, bunday darvishlarning ko'ngli shifo topishini juda yaxshi biladi. O'sha oqshom ham Uftoda ularning ko'ngliga huzur bag'ishlash, qalblarini ma'naviy oziqlantirish uchun ko'nglidagilarini tiliga chiqardi. Bolalarim, bu dunyo yo'qlik olamidir. Bor deb bilganlaringiz ham, yo'q deb bilganlaringiz ham aslida yo'qdir. Lekin inson xato o'ylaydi. Hatto hamma narsani o'ziniki deb biladi. Ega bo'lgan narsalarimni tark qilsam, dunyo ham tugaydi, hammasi tamom bo'ladi deb o'ylaydi. Vasvasaga tushib qolib, mol dunyosidan voz kecha olmaydi. Mulkini sota olmaydi, shuhratini oyoq ostiga olib eza olmaydi. G'alati narsa, holbuki bu dunyo tushga o'xshaydi. Tushingizda ko'rgan narsalaringizni uyg'onganingizda topa olasizmi? Yoki tushingizda ega bo'lgan mol davlatni uyg'onganingizda ko'rmasangiz xafa bo'lasizmi? G'am tashvish chekasizmi? Yo'q, albatta. Aytmoqchimanki, bu dunyo ham bir tushdir. Bu tush dunyosida sizniki bo'lgan narsalar aslida sizniki emas. Inson ularga nisbatan egalik ham qila olmaydi. Hatto o'zi ham o'ziniki emas-ku. O'ziga ega bo'lmagan inson boshqa narsalarga qanday qilib egalik qilsin? Masalan, mana shu qushga nazar solinglar. U go'yo bahorni o'ldirish uchun kelganga o'xshaydi. Ruh yangitdan unib chiqish uchun tuproqqa qadaladi. Daraxtlar yana yashil kiyimga burkanish uchun yaproqlarini to'kadi. Shu biz ko'rib turgan qor uchqunlari ularni nobud qilish uchun emas, balki ularga yangi hayot baxsh qilish uchun yog'moqda. Siz voz kechgan narsalar sizni kuchsiz, zaif qilmaydi. Aksincha, bularning bari qayta tirilishingiz, yana ham kuchli bo'lishingiz uchundir. Bizning vazifamiz egalik qilish emas. Zero sohib zot yagona Allohdir.
Biz bu dunyoga guvoh bo'lish uchun keldik. Biz imtihon diyoridamiz. Tush olamidamiz. Tushingizda nimaga ega bo'lsangiz ham, hatto butun dunyo sizniki bo'lsa ham uyg'onganingizda g'oyib bo'ladi. Chunki aslida hech narsa sizniki emas. Bu imtihondagi savollar ham, javoblar ham bizniki emas. U holda bizni dunyoga qattiq bog'lab qo'ygan narsa nima? Dunyo deb nomlangan bu tush olamida ko'rganlarimizdan, qo'lga kiritgan narsalarimizdan voz kechishga bizga nima to'sqinlik qilyapti? Uftoda gapdan to'xtadi. Xonaga sukunat cho'mdi. Xuddi darvishlar uftodaning nasihatlarini tafakkur qilib, fikr qilib olsin degan ma'nodagi sukut edi bu. Butun xonaqohni sukunat egallab oldi. Darvishlarning barchasi ko'zlarini yumgancha uftodani eshitayotgan, xayollaridan voz kechish degan imtihon o'ylari kechayotgan edi. Ammo eng ko'p yonayotgan alam chekayotgan Mahmudning qalbi edi. Chunki u tark qilishning achchiq haqiqatlarini, azob uqubatlarini juda yaxshi anglaydi. Mahmud to'qlik olamida yurib, keyin yo'qlikni tanlagan edi. Bu esa imtihonlarning eng og'iridir. Zero qancha ko'p narsaga ega bo'lsang, ulardan voz kechishing ham shuncha qiyin bo'ladi. Nafs o'laroq men buni juda yaxshi bilaman. Butun xonaqohni egallagan sukunatni uftodaning o'zi buzdi. Savoliga o'zi javob berdi. Bizni xayrli yo'ldan to'sgan, o'tkinchi dunyo matohlarini tark qilishimizga yo'l qo'ymayotgan narsa nafsimizdir. Hamma narsaning egasi o'zimiz bo'lishini, bu dunyo xayolidan voz kechmasligimizni istagan ham nafsimizdir. Aytib qo'yay, tark qilish oson ish emas. Voz kechish azob uqubatsiz, mashaqqatsiz bo'lmaydi. O'zingda bor narsalarni tark qilish nafsga mashaqqat tug'diradi. Inson bor deb ishongan narsasidan osonlikcha voz kecha olmaydi. Ammo sizlarga payg'ambarimiz alayhisalomdan bir xabar berayin. U zot sallallohu alayhi vasallam aytadilar: nafsingiz uchun mashaqqatli bo'lgan, uni qiynoqqa solgan narsalarning oxirida albatta xayr va omonlik bordir. Biror narsa nafsingizga og'ir kelayotgan bo'lsa, bilingki, unda yaxshilik bor. O'lchov mana shudir. Mezonni shunga qarab to'g'rilab olinglar. Mayli jonimiz achsin, nafsimiz azob cheksin, lekin oxir oqibat mol dunyoga qarshi jangda g'olib tomon siz bo'ling. Ko'zingizni qo'rqitgan, mushkul bo'lib ko'ringan ishni, ichingizdagi ovoz aslo bunday qilma degan ishni qiling va bilingki, mana shu ishda xayr bordir. Xonaqohga yana sukunat cho'mdi. Uftodaning sukunatga berilib, darvishlarning ko'zlariga nikoh qadashining o'zi ham uning o'gitlari kabi ta'sirli bo'lar edi. Uftoda bu sukunat bilan darvishlarning biroz tafakkur qilishini, o'zlari bilan yolg'iz qolib gaplashishini istar edi. Bir muncha vaqt sassiz, sadosiz o'tirishdi. Uftoda bir rejasi bordek darvishlarning ko'zlariga qaradi. Uftoda darvishlarning Mahmudga hasad qilayotganini ham allaqachon sezib bo'lgan. Uning nimadir qilmoqchi ekani ko'rinib turibdi. Shu payt Uftoda birdan g'alati gap aytib qoldi. Qaniydi hozir bir shingil uzum bo'lsa, maza qilib yer edik. Qanday maza bo'lar edi? Darvishlarning ko'zlari birdaniga moshdek ochildi. Axir qish fasli bo'lsa, dala-dasht, tog'u, qir, qor bilan qoplangan, uzum pishadigan mavsum allaqachon o'tib ketgan bo'lsa. Tabiiyki, darvishlar shayxiga bir shingil uzum topib kelishni istaydi, ammo buni qanday qilish mumkin? Axir buning iloji yo'q-ku. Hamma ta'jubda qolib, nima deyishini ham, nima qilarini ham bilmay o'tirgan edi. Birdan Mahmudning ovozi yangradi. Afandim, ijozat bersangiz, tilagingizni bajo keltiray. Mahmud shayxning bu istagi behikmat emasligini sezgan edi. Men uning bunday deyishini aslo istamagan edim.
Eng qizig'i, uni bunday deyishga tashviq qilgan men emas edim. Bu mening qo'limda emas edi, lekin uning qulog'iga bu so'zda bir hikmat bor deb men shivirlagan edim. U esa xuddi shunday o'ylagan edi. Axir nafs menman-ku. Nimalar bo'lyapti o'zi? Men o'zimni boshqara olmayapmanmi? Unga ilhom beryapmanmi? Qulog'iga fasod o'rniga hikmat shivirladimmi? Hozir aslida bunday qilishni istamagan edim. Nimalar bo'lyapti? Bu qanaqasi axir? Keyin bilsam, u meni mag'lub etgani sari men ham o'zgarib boryapman ekan. Endi men uni o'zimga emas, Mahmud meni o'ziga o'xshatayotgan, Alloh esa unga madad berayotgan edi. Ustiga ustak unga aynan mening qo'lim bilan yordam berayotgan edi. Men o'zimga o'xshamay qolibman, o'zgaribman. Men uni to'g'ri yo'ldan to'sa olmayapman. Ijozat Allohdandir. Uftoda shunday deb Mahmud afandiga ruxsat berdi. Uftoda unga mumkin bo'lmagan narsani qilishga izn bergan edi. Hamma darvishlar hayratdan barmoqlarini tishlab Mahmudga tikilib qolishdi. Ayniqsa men qalbiga hasad, ichqoralik urug'larini tashlagan darvishlar hammadan ham ortiqroq hayratda edi. Zero Mahmud imkonsiz narsaga xaridor bo'lgan edi. Qalbida hasadi bor darvishlar baribir qo'lidan kelmaydi deb o'ylab, ichlaridagi hasad olovini sal bo'lsa ham pasaytirishdi. Qozi boshini egib, shayxiga orqa o'girmagan holda qadam tashlab eshikdan chiqdi. Eshikning yonginasida turgan novdadan to'qilgan savatni qo'liga oldi. Xonaqohning darvozasidan chiqar chiqmas yuziga urilgan mayin, ammo sovuq shabboda uni bir pasda o'ziga keltirib qo'ydi. Tashqarida qor bo'roni bo'layotgan edi. Qorlar xuddi yog'mayotgandek, aksincha, pag'a-pag'a to'kilayotgandek, atrofga oppoq gilamlar to'shalgandek edi. Qorning rangidan hamma qorong'iliklar oqqa bo'yalgan. Qozi qorning ustiga qadam bosganida oyoqlari botib zo'rg'a yura boshladi. Qor uchqunlari Mahmudning qop-qora soqollariga yopishardi. Qor xuddi butun dunyoni tozalash uchun, insonlarni poklash uchun yog'ayotgandek edi go'yo. Qozi sovqatayotgan bo'lsa ham yurishda davom etdi. Soqoliga qo'ngan qorlarni silkitib ham tashlamadi. Sovuqqa sabr qildi. Qor uchun Allohga shukr keltirdi. U qorlarga bota-bota xonaqohning yon bag'ridagi uzumzorga qarab yurdi. Bu paytda uning ustiga bu qor yomg'irli qishda uzum topib bo'lmasligini bilar edi. Lekin shubhaga berilmay, umidsizlikka tushmay maqsadi sari olg'a qadam bosib boraverdi. Chunki u noumid bo'lish shaytonning ishi ekanini yaxshi biladi. Kamiga men ham menligimni qila olmayapman. Unga to'sqin bo'lishga yaramayapman. Shuni bildimki, kimda kim Mahmud afandi kabi menga, ya'ni nafsga qarshi sabr va sabot bilan jang qilsa, Alloh meni ham unga xizmatkor qilib qo'yar ekan. Shunday ekan, men ham unga xizmat qilishga majburman. Istamayman, ammo qarshi chiqish ham qo'limdan kelmaydi. Axir oyoq qo'lim bog'langan. Qozi uzumzorga yetib borgach, u yerda ham oppoq qor bilan qoplanganini ko'rdi. Uzum novdalari qalin qor ostida turar, tabiat qonuniga ko'ra qishki uyquga ketgan edi. Qozi uzum topish ilinjida butun bog'ni aylanib chiqdi. Bir lahza bo'lsa ham umidsizlikka berilmadi. U intilganga toli yor bo'lishini yaxshi bilardi. Biroq u qidirayotgan, topishga urinayotgan narsa ham imkonsiz narsa edi. Shunday bo'lsa ham yo'qdan bor qiluvchi zot borligini anglab turibdi. Qozi bog'ning deyarli hamma joyini aylanib chiqdi, ammo bir dona ham uzum topa olmadi. Topa olmasligi aniq edi. Topishi mutlaqo ajablanarli ish bo'lar edi. Axir qishning qoq o'rtasida uzum qayerdan bo'lsin bu bog'da? Lekin qozi taslim bo'lmadi. Maqsadidan voz kechmadi. U maqsadiga erishish uchun necha kun bo'lsa ham harakat qilishga azmu qaror qilgan edi. Nihoyat oxirgi uzum toki qoldi. Qozi shu tomonga qarab yurdi. Qalin qor oyoqlariga yopishib, chorig'ini ho'l qilar, soch soqolini
qosh kipriklarini muzlatib qotirib qo'ygan edi.